Tadbirkorlar murojaatlari bilan ishlash, ularning faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etish hamda qulay ishbilarmonlik muhitini yaratishda joylarda o'tkazilayotgan ommaviy qabullar o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Viloyat soliq boshqarmasi tomonidan Konimix va Nurota tumanlarida o'tkazilgan sayyor qabul jarayonida ham ko'plab tadbirkorlarning murojaatlari hal etildi. Navoiy viloyati soliq boshqarmasi rahbariyatining Konimix tumani tadbirkorlar muammolarini o'rganish va ijobiy hal etish maqsadida o'tkazgan ochiq muloqotida qator masalalarga yechim topildi. Kichik va o'rta biznes vakillari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda yuridik shaxslarning soliq hisobotlarida yo'l qo'yilgan kamchiliklarni tuzatishda topshirilgan qayta hisobotlarni ko'rib chiqish, quyosh panellari o'rnatish natijasida soliq imtiyozlarini qo'llash, e-auksion platformasi orqali ko'chma savdo obyektlarini olish kabi ko'plab masalalar o'rganildi. Yil boshidan 3,8 gektar yerimiz noqonuniy o'zlashtirilgan yer hisobida ro'yxatdan o'tib qolgan. Shu uchun 3 barobar soliq ziyodi chiqib kelayotganda hisobotni ham topshira olmayotgandik. O'sha muammoni kelib mana bugungi yig'ilishda aytganimizda mana viloyat soliq boshqarmasining boshlig'i muammomizni eshitib, mana bugunning o'zida hal qilib beramiz deb va'da berdi. Korxonamizga qo'ygan quyosh paneli 20 kilovat quyosh paneli o'rnatganmiz. Ana shu bo'yicha yer soliqdan imtiyozlar bor. Murojaat qildim, imtiyozlar qo'llashga yordam qilishini aytib o'tildi. Minnatdorchilik bildiraman. Soliq boshqarmasi tegishli bo'lim boshliqlari ishtirokida har bir murojaat qonuniy o'rganilib, ayrim masalalar uchrashuvning o'zida tezkor yechim topdi. Ba'zi muammolar bo'yicha aniq muddatlar belgilandi.